Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli blogerlar. Mana oxirgi bir haftadan beri bo'layotgan, men bilan bog'liq bo'layotgan muhokamalarga o'zim vaqtida javob bera olmadim. Endi avvalambor ishimiz, keyin o'zimizga ham katta stress bo'ldi bu. Lekin mana Ilyos akam Safarov bir post chiqaribdilar, tahlil, tanqid, lekin mening fikrimcha juda o'rinli bo'lgan. Va shuning uchun qaror qildim. Mana hozir o'zim sal ishlarni tugatib, yakshanbaligidan foydalanib bo'shroq bo'lib, juda mening fikrimcha tahlil va tanqid o'rinlik. Birinchi navbatda juda to'g'ri, bu soat menga juda qadrli soat, ko'p narsani eslatadi. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, davlat xizmatchisi avvalambor bo'lish kerak kamtar. Shuning uchun ayniqsa yig'ilishlarda, bunday uchrashuvlarda o'zini mana shu davlat xizmatchisini etikasiga qat'iy rioya qilib, menimcha o'sha eng avvalambor kamtarlik bilan o'zini xizmatchi bo'lganligini yana bir bor ko'rsatib borish kerak deb o'ylaymanki, bu menga o'zimga shaxsan bizga juda katta xulosa bo'ldi va kelgusida faqat shu yaxshilik yo'lida, vatanimiz ravnaqi yo'lida ishlaymiz degan va mana shunga amal qilamiz degan fikrdaman. Katta rahmat hammaga.